Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nevroz turlari, sabablari va ularni uy sharoitida yoki bo'lmasa yengilgina yechimlar haqida ozroq suhbatlashamiz. Nevrozda o'zi asosan 3 ta tur bor. Bu birinchisi nevrosteniya, ya'ni asablar zaifligi, ikkinchisi istenik nevroz yoki bo'lmasa dissotsiativ konvulsion buzilishlar. Uchinchisi miyadan ketmaydigan fikrlar nevrozi yoki bo'lmasa hozirgi kunda ko'p uchrayotgan obsessiv kompulsiv buzilishlar yoki xavotirli fobik buzilishlar yoki bo'lmasa umuman obsessiv fobik buzilishlar ham yuzaga kelib turadi. Shular haqida qisqacha suhbatlashamiz. Birinchisi asablar zaifligi yoki nevrosteniya haqida gapiradigan bo'lsak, ko'proq ayollarda doimiy hissiy zo'riqishlar natijasida yuzaga keladi. Buni nima uchun ayni ayollarda deyapmiz? Ayollar ko'proq turmushga chiqqandan keyin, misol uchun yosh kelinchaklar uyda o'tiradi. Yoki bo'lmasa ishlab yurgan ayollar ham ma'lum muddat farzandli bo'lgandan keyin uyda dekret bola tarbiyasida bo'ladi. Bu ham ayollarga hissiy zo'riqishlar sababchi bo'ladi. Erkaklarda doimiy dam olmasdan ishlash, surunkali ishlash bu charchoqqa olib keladi. Bu ham nevrosteniyaga sababchi bo'ladi. O'smirlarda, yoshlarda ko'proq kuzatadigan bo'lsak, bu aqliy mehnat bilan shug'ullanadiganlar o'rtasida nafaqat o'smirlarda, balki ayollarda ham bo'lishi mumkin, balki olimlarda yoki yosh studentlarda yoki bo'lmasa endi ish boshlagan institutlarda dars beradigan o'qituvchilar o'rtasida ham yuzaga keladigan holat hisoblanadi. Bolalarda bu ko'proq oilaviy muhit bilan bog'liq. Ya'ni ota-ona o'rtasidagi munosabatlar. Qancha ko'p ota-ona janjallashadigan bo'lsa, bolada shuncha ko'p nevrotik buzilishlar yuzaga kelaveradi. Yoki hammada hozirgi kunda ko'p uchrab turgan stresslar sababchi bo'ladi. Xo'p, nevrosteniyaga davolash usullaridan eng yaxshisi bu sababini topish. Sababini topib, o'sha narsani ya'ni biz ko'p lecheniya yozganimizda o'sha professor ham ko'p aytadilar. Men seni ukol dori bilan davolab berishim mumkin, lekin oilangdagi muhitni o'zgartirib berishim juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun nevrosteniya men ko'proq oilaviy muhitga bog'liq deb hisoblayman. Ya'ni mana ayollarda oladigan bo'lsak, o'sha doimiy stresslarni kamaytirib, o'sha uydagi bo'layotgan o'zi hamma narsaga ayol kishi o'zi nima bo'lib qoladi-da. O'shanga ozroq yordam berish kerak. Qaynona tomonidan yoki bo'lmasa opa-singlisi tomonidan bo'ladimi, yoki bo'lmasa o'sha qaynopalari, qaynsin-singillari tomonidan bo'ladimi? Ozroq yordam berib, uni ozroq dam olishiga yoki ozroq fikrini chalg'itishiga yordam beradigan bo'lsak, bu nevrosteniya pasayadi, kamayadi. Ya'ni bu narsadan bemalol chiqib ketishi ham mumkin. Yoki erkaklarda doimiy dam olmasdan surunkali ishlash ham nevrosteniyaga olib keladi. Buni eng zo'r davo usuli bu o'sha insonga nisbatan ozroq dam. Ya'ni 7 kundan 7 kun ishlash kerak emas. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, 7 kundan 7 kun ishlamasak oilamizni boqolmay qolamiz yoki bo'lmasa o'sha nima kamayadi. Lekin kamaygani bilan siz sog'lom yurasiz. O'sha moddiyatingiz kamayishi mumkin, zato siz sog'lom yurasiz. O'sha moddiyatingizni ko'paytirish uchun ketadigan, kuningizga ketadigan vaqtingizni, tushadigan mablag'ni o'sha siz davolanish uchun yoki bo'lmasa ortiqcha doriga, ortiqcha narsaga sarflamaysiz. Studentlarga yoki bo'lmasa aqliy mehnat bilan shug'ullanadiganlarga keladigan bo'lsak, bular o'sha o'zi zo'r maktab davrida ko'p qo'llaniladi bu narsa. Keyinchalik abituriyentlarga, studentlarga bu narsa qo'llanilmaydi. Demoqchi bo'lganim, yarim soat aqliy mehnat bilan shug'ullanish hech bo'lmasa 10 minut yoki 12 minut kamida. Ozroq miyani chalg'itish kerak, dam oltirish kerak. Mayli, hozirgi kunda oladigan bo'lsak, o'qib turgan odam o'qish o'sha yarim soat o'qib bo'lgandan keyin bitta kitobni hech bo'lmasa ozgina eng yaxshi qimirlamasdan turib chalg'ish usuli telefon. Telefonda miyani ozgina chalg'itib, qanaqadir unda ham keraksiz relsda emas, foydali bo'ladigan, kerakli qanaqadir ma'lumotlar oladigan va miyani chalg'itadigan nimadir ko'rib olish. Yoki bo'lmasa bitta o'sha joyda o'zida turib, ozgina juda kichkina harakatlar bilan amalga oshiradigan jismoniy mehnat qilish yoki jismoniy faollikni sal oshirish. Bunaqangi holatda charchoqni eng yaxshi oladigan mashq bu bo'yin mashqlari yoki boshni aylantirish u yoqqa bu yoqqa qilib yoki oddiy qo'l, yelka mashqlar. Bu insonni diqqatini ozroq chalg'itishga ham yordam beradi va o'sha bir xil hozirda qolishdan ham asrab turadi. Shu bilan birga o'sha charchoqni yengishga yordam beradigan hisoblanadi. Studentlar, abituriyentlar foydalanish tavsiya qilinadi.
Stresslardan chalg'ishni tavsiya qilmayman. Aslida stress ham bizga foydali. O'sha olayotgan stresslarimiz bizga signal berib turadi. To'xtagin, sen mana shu narsada ko'p shug'ullanyapsing yoki bo'lmasa sen shu narsada juda ko'p berilib ketding. O'sha narsaga ozroq dam bergin degan ma'noda signal berib turadi. Stresslar ham qanchalik miqdorda foydali taraflari bor. Lekin juda surunkali ravishda ko'p bo'ladigan stresslar bo'ladigan bo'lsa, bu обязательно sog'lig'imizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarni nevrosteniyadan yoki bo'lmasa asab zaifligidan, o'sha injiqligidan, xalq tilida oladigan bo'lsak, jizzakligidan asrashimizning eng yaxshi yo'li bu oiladagi munosabat. Bizda yomon narsa borda, men o'sha oxirgi paytlarda ko'p e'tibor berib qoldim. Bizda tarbiyani faqat ona beryapti. Ota faqat pul topib keladi. Ko'p qishloq sharoitida onalarimiz, ayollar bola bilan qolyapti-da, erkaklar faqat pul topib kelish uchun chetga chiqadi. Yo Rossiyaga yoki Yevropaga, mana hozirgi kunda juda ko'paydi Yevropaga chiqish. Yevropaga chiqqanda bizga o'xshab turib 2 kun, 3 kunda bir marta hech bo'lmasa yoki bo'lmasa bir hafta, bir oyda bir marta bolasini ko'rmaydi. Lekin hamma tarbiya onaga qolib ketyaptimi? Onani o'zi bu yoqda hissiy zo'riqib, nima bo'lib turib, charchab turibdimi? Bolaga qanaqa tarbiya beradi? Bolaga o'zidagi bo'layotgan narsani o'tkazib beradi. O'zi charchab, jahldor, asabiy bo'lib turgan ona bolasi kelib turib nimadir so'radi. Ayniqsa 3 yosh, 5 yosh o'rtasida bolalar ko'p savol beradigan bo'ladi. Bu nima? Nima uchun? Nimaga qo'llaniladi? Qayerdan kelgan? Bola qiziquvchan bo'ladi-da. Unaqa vaziyatda ona nima deydi? O'zi charchab turgan bo'ladi, jahldor, asabiy, qaysidir ishi o'xshamayapti, bolaga baqirib beradi. Bolaga baqirib bergandan keyin u 1 marta, 2 marta, 3 marta e'tibor bermasligi mumkin bola. Lekin bu narsa ham ko'payaveradigan bo'lsa, o'sha bola ham baqiroq bo'lib qoladi. Bola ham injiq bo'lib qoladi. Bola ham uxlamaydigan bo'ladi. Buning eng yaxshi yechimi yana boshiga qaytamiz. Birinchi o'rinda onani davolash kerak. Onaga yordam berish kerak. Onani uy sharoitida davolashda yaxshi yo'li limon choy yoki bo'lmasa ramashka choy. Asablarni tinchlantirishga yordam beradi. Ozroq bo'lsa ham tetiklashtiradi. O'sha onani 24 soat ham ovqat qiladi, ham bolaga qaraydi, ham kirchirini yuvadi, ham nimasini tagini tozalaydi, bolani uxlatishga harakat qiladi. Bitta bola onani o'zida qolib ketmasligi kerak. O'sha yon atrofida bo'lgan qaynonasimi yoki qaynotasi bordir yoki bo'lmasa boshqa nimalar bordir. Bular hammasi birgalikda yordam berish kerak. 24 soatda 24 soat ishlash kerak emas. 24 soatda hech bo'lmasa bir 3-4 soat kunduzi ozroq dam olishga yordam berish kerak. O'sha onani ozroqgina o'zi uchun vaqt ajratish kerak. Men shunaqalar ko'rganman, yaqinda bitta ayol keldi. Bolalarimni o'zim tarbiyalayotganimdan ko'p urushyapman, ko'p uryapman ham deyapti. Ikkita farzandi, katta o'g'li bilan katta qizi, katta o'g'li ko'chaga chiqib ketadigan bo'lib qolgan. Onadan so'ramasdan, aytmasdan. Qizcha bo'lsa hali 5 yoshga ham kiradi, kichkina farzandini uryapti. Nima uchun uryapti? O'sha onadan ko'rganligi uchun. Bu so'rayapti, ona bunga urib javob beryaptimi? Qizcha ham xuddi o'sha narsani, o'sha modelni olib kichkina ukasiga nisbatan qo'llayapti. O'sha vaziyatda men nima qilay, qanaqa yordam bera olasiz? Nima qilsam bu vaziyatdan chiqa olaman? U o'zi uchun kelgan. Bolalar uchun emas, lekin bolalari bo'lgan narsani ham aytib beradi. Men aytdim, "Sen ozroq tinchlangan. 2 soatgina yoki bo'lmasa 3 soatgina o'zingga vaqt ajratgin. Bir kun 24 soat ichida. Vaqt ajrata olasanmi?" Yo'q, nima uchun? Chunki qaynonam bilan qaynotam uzoqda yashaydi. Uzoqda yashagan, ko'pi bilan 1 kilometr, 2 kilometr bitta qishloq ichida. Kechqurun deyapti, bolalarim uxlagandan keyin deyapti, "Men o'zim ishimni qila olmay qolaman, o'zim charchab qolaman, men ham qotaman." Bu qotishi bu dam olish emas. U miya shunchaki zo'riqishdan charchaydi bo'ldi. Unda ham tiniqib uxlamaydi. Ertalab deyapti, yana karaxtlik bilan, yana charchoq bilan, yana o'sha asabiylik bilan uyg'onadi. Uyg'ongandan keyin bola maktabga ketish uchun onadan ovqatlanishni so'raydi. Charchab turgan ona nima deydi? "Bor, o'zing tayyorlab olgin" deydi. O'g'il bolalar bilasiz, nima qilgisi kelmaydi, o'zi ovqat qilgisi kelmaydi, o'zi narsa tayyorlagisi kelmaydi. Nima qiladi? Tabiiy ravishda ko'chaga chiqib ketadi. Ko'chadan o'sha 5000 so'mga ikkitagina yoki bo'lmasa bittagina
xamirli ovqat. Somsami yoki bo'lmasa pirojka ham shunaqa narsa olib yeydi. Obedda ham bu narsani so'rashni xohlab qolmaydi. Xohlamaydi o'zi keyin. Onadan umuman so'ragisi kelmay qoladi. Yo'q deydi. Onamdan so'ramayman deydi. Lutchi deydi, o'sha 5000 so'mga yana bitta pirojka yoki bo'lmasa bitta somsa bilan qornim to'yg'izganim yaxshi deb qoladi. Bu bolada ham nevroz rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun menimcha bolalarni davolashni birinchi ota-onadan boshlash kerak. U sharoitida eng zo'r yo'li bu o'sha onani to'g'ri tushuntirib, tushungan holatda hamma birgalikda yordam bersa, bolalarda nevrozdan qutulish osonroq bo'ladi.